voy diskalar bilan shunaqangi chiroyli turibdi, lekin narxi bilan вообще shikalat mashina qo'yamiz. Genesis GV80 ni 3.5 turbina motorligi, 2.5lik emas. 2.5liga nisbatan 3.5ligi kamida 10-15 ming dollar qimmat yuradi. Ham mashinaning tan narxi qimmat, ham rastamoshka yana ancha qimmat turadi. Srochniga 48900 ga bosarsiz bo'ladi. Kraskasi top-toza, o'z-zavodskiy mashinaga to'q yashil matviy rangda ekan. 2021-yil 122 ming yurgan ekan. Head-up display, polni panorama, salon ko'jalari mana zo'r holatda o'tiribdi. To'q yashil bilan jigarrang kombinatsiya qilinganlik. Mana qarang, mana qarang, eshiting. Yog'och detallari rostdan mashinaga premium vid beradi. O'zi premium mashina hisoblanadi, bilasizku. Seriozli odamlar ham Genesisda yuradi. Endi siz ham arzimagan pulga seriozli odam bo'lsangiz bo'ladi. 3.5ligi bunaqa narxga menimcha 122 ming yurgan, to'g'ri ko'proq, lekin bular janobi kaprizli mashina hisoblanmaydi. Jaydari mashina yurib yuboradi. Bosib yuboring, yana ancha yil xizmatingizni qiladi. Haydab olib keling, ishoning, qo'yiladi, sotiladi bu mashina klienti juda ham ko'p.